Qanday qilib istalgan biznesda oyiga sof 10 ming dollar daromadga chiqish mumkin? Hech o'ylab ko'rganmisiz nima uchun ba'zi tadbirkorlar oyiga 10 ming dollar pulni qiynalmasdan va oson topishadi, ba'zi tadbirkorlar bunga juda ham qiynalishadi. 10 ming dollar biznes daromadiga chiqish uchun siz aslida ko'p ishlashingiz shart emas. Shunchaki ketma-ketlikda to'g'ri qadamlarni bajarishingiz o'zi yetarli. Buning uchun men sizga bu videoda 5 ta 1 qoidasini o'rgataman. Aynan shu 5 ta 1 qoidasidan keyin shaxsan o'zimda va juda ham ko'pchilik tanishlarimda oyiga 10 ming dollardan ko'proq pul topishni boshlashgan. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Balki aynan shu videodan keyin sizning biznesingizda ham 2, 3, 5 balki 10 barobar o'sish bo'lishi mumkin. 5 ta 1 qoidasi. Orqaga qaytadigan bo'lsak, bundan 5 yil oldin endi biznes sferasiga kirib kelganimda juda ko'p proyektlarni qilishga harakat qilganman. Ya'ni juda ham ko'plab bizneslarni qilib ko'rishga harakat qilganman. Kiyim olib sotib ko'rganman. SMMda o'rganib, marketing agentstva, ya'ni marketing agentligini boshlab ko'rganman. Ta'lim loyihalarini qilib ko'rganman. Lekin bu narsa xato bo'lgan. Va men stress va bosim bilan pul topganman. No, katta pul ham topmaganman. Nimaga bu xato bo'lgan? Chunki meni fokusim, diqqatim turli xil proyektlarda, turli xil biznes g'oyalarda, biznes ideyalarda bo'lgan va biznesda bo'lgan. Shuning uchun siz birinchi 10 ming dollar daromadga chiqishingiz uchun ko'p narsaga fokus qilishingiz shart emas. Aynan bitta yo'nalishni tanlab, aynan shu yo'nalishda ko'proq urg'uni berishingiz kerak bo'ladi. Va bunda yanada ichkariga chuqurlashadigan bo'lsak, 5 ta 1 qoidasi asosida 5 ta narsani aniqlab olishingiz kerak. O'zingiz biznesda 5 ta 1. Bu 5 ta 1 nima? Birinchisi bu bitta maqsadli auditoriya. Bitta maqsadli auditoriya. Bu nima degani? Inglizlarda bitta gap bor. If you are talking to everyone, you are talking to no one. Ya'ni sen hammaga o'zingni mahsulotingni sotmoqchi bo'lsang yoki sen hammaga o'zingni xabaringni yetkazmoqchi bo'lsang, demak sen hech kimga xabaringni yoki bo'lmasam mahsulotingni yetkaza olmaysan deydi. Xuddi shunaqa, agar siz qanaqadir biznes boshladingizmi, siz turli xil insonlarga, turli xil segmentlarga emas, aynan bitta maqsadli auditoriyani tanlab, o'shanga ko'proq urg'u berishingiz kerak. Misol uchun, siz marketing agentligi ochdingizmi, siz aynan bitta yo'nalishdagi, bitta segmentdagi, misol uchun men faqat 10 ming dollardan ko'proq daromad qiladigan tadbirkorlarga xizmat ko'rsataman. Yoki bo'lmasa men oyiga 1 million dollardan ko'proq oborot qiladigan biznesmenlarga xizmat ko'rsataman. Yoki bo'lmasa men kichik bizneslarga xizmat ko'rsataman. Ya'ni kichkina, aniq bitta nishani tanlab olishingiz kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasam siz agar o'quv markazi bo'ladigan bo'lsangiz, qaysi yo'nalishda o'quv markazi qilasiz? Faqat ingliz tilimi? Yoki faqat matematikami, faqat tarixmi yoki rus tilimi? Ya'ni aynan bitta maqsadli auditoriyaga urg'u berishingiz kerak. Ya'ni birinchi birimiz bu bitta maqsadli auditoriya. Ikkinchi bir bu bitta muammo. Agar 10 ming dollar daromadga tez va qisqa vaqt ichida chiqmoqchi bo'lsangiz, siz aynan bitta muammoni tanlab, o'shanga yechim qilishga urg'u berishingiz kerak. Chunki siz agar bir nechta muammoni tanlaydigan bo'lsangiz va bir nechta muammolarga yechim berishga harakat qiladigan bo'lsangiz, sizning fokusingiz, sizning vaqtingiz, sizning energiyangiz yetmaydi. Shuning uchun istalgan biznesda bo'lishingizdan qat'iy nazar, qaysi bitta katta muammoni men yechaman degan savolga o'zingiz javob bo'lish kerak. Uchinchi bir, bu bitta produkt. Ya'ni, mana juda ham ko'p ko'raman, o'quv markazi ochishadi, bir nechta kurslarni qo'yishadi. Misol uchun, matematikadan, ingliz tilidan va rus tilidan dars beramiz. Ya'ni bir nechta produktga urg'u berganning hisobiga ularda hech qaysi produktni kuchli qilishga vaqti yetmaydi, fokusi yetmaydi. Kim bitta produktni tanlasa, ya'ni bitta muammoga bitta produktni tanlaydigan, bitta yechimni tanlaydigan bo'lsa, u har kuni, har soatda, har oy, har yil aynan o'sha produktga urg'u berganning hisobiga kuchli produkt tayyor bo'ladi va bu yoqda produkt marketing ishlaydi. Ya'ni produktingizni sinab ko'rganlar, ya'ni sotib olib ko'rganlar, ulardan zo'r natija olganning hisobiga, zo'r foyda olganning hisobiga, ularga yoqqanning hisobiga boshqalarga taklif qilishni boshlaydi va juda qisqa muddat ichida sizning mijozlar ko'payishini boshlaydi. To'rtinchi bir, bu bitta trafik manbai. Ya'ni siz biznes boshladingiz, asosiy ishingiz nima? Biznesingizga trafik olib kelish, ya'ni mijozlar olib kelishingiz kerak. Mijozlar qayerdan keladi? Kelishi mumkin Instagramdan, kelishi mumkin misol uchun blogerdan reklama olayotgan bo'lishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa bo'lishi mumkin Telegram kanallardan, bo'lishi mumkin YouTubedan, content marketing orqali kelayotgan bo'lishi mumkin. Siz agar boshidan juda bir nechta trafik turlarini tanlaydigan bo'lsangiz, ham Instagramdan olib kelaman, ham target reklamadan olib kelaman, ham blogerlardan olib kelaman deb bir nechta trafik manbalariga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, sizda hech qaysi trafik manba yaxshi ishlamaydi. Chunki sizga boya aytganimdek, vaqtingiz, energiyangiz, fokusingiz yetmaydi. Shuning uchun birinchi 10 ming dollar topish uchun sizga bir nechta trafik kanali kerak emas. Faqatgina bitta trafik kanalini, trafik manbasini tanlab, aynan shunga urg'u berishingiz kerak. Misol uchun, target reklamani tanladingizmi, bo'ldi. Ertaga kech target reklamadan qanday qilib maksimal ko'proq mijozlarni olib kelishga fokus qaratasiz. Yoki bo'lmasam, content marketing deylik, men Instagramda content qilaman va shu orqali biznesimga
trafik olib kelaman, mijozlar olib kelaman dedingizmi? Bo'ldi. Faqatgina Instagramda kontentni kuchli qilishga, ko'proq odamlar ko'radigan videolar ishlashga fokusingizni qaratishingiz kerak va shu haqida ko'proq o'rganishingiz kerak. 5-bir bu bitta konverter. Konverter nima? Konverter degani bu sizga kelayotgan trafikni, ya'ni mijozlarni, leadlarni sotuvga o'tkazib beradigan narsa. Ya'ni konvertatsiya qilib beradigan narsa. Bu nima bo'lishi mumkin? Bu bo'lishi mumkin faqatgina uchrashuv. Ya'ni agar men xizmat sotadigan bo'lsam, meni marketing xizmatim bo'ladigan bo'lsa, meni konverterim bu faqatgina uchrashuvlar. Biznes egasi bilan uchrashaman, o'zimni xizmatimni sotaman. Uchrashaman, xizmatimni sotaman. Uchrashaman, xizmatimni sotaman. Ya'ni men boshqa turdagi konverterlarga e'tibor qaratmayman, bittani tanlayman. Yoki bo'lmasa, deylik, o'quv markazi bo'ladigan bo'lsa, men faqatgina ofisga odamlar chaqiraman. Ya'ni kelgan mijozlarni ofisga chaqiraman va aynan shu o'quv markazida, ofisini o'zida ular sotib olish qarorini qabul qiladi. Ya'ni bu qisqa qilib aytganda KEF, ya'ni ключевой etap воронка bo'ladi. Yoki mana bizni o'zimizda ben Supermedia kompaniyasida asosiy direktor, ya'ni CEO bo'lib ishlayman. Bu yoqdagi hamma proseslar, marketing, sotuv, moliya va boshqa hamma produkt bo'limlarini shaxsan o'zim boshqaraman. Va bu yoqda biz nima qilamiz? Bitta maqsadli auditoriya. Faqat talabalar, ya'ni chet tilini o'rganmoqchi bo'lgan insonlarga biz fokus qaratamiz. Ya'ni bitta maqsadli auditoriya. Va bitta muammo bu chet tili so'zlarini yodlay olmaslik. Tushunayapsizmi? Ya'ni bitta maqsadli auditoriya, bitta muammo va produkt bitta, Supermedia. Faqatgina shu produktga ko'proq urg'u beramiz. Va keyingi bir trafik manbai, bitta trafik manbai bu target reklama. Ya'ni biz shu Instagramdagi, Facebookdagi target reklama orqali 70-80% trafikimizni olib kelamiz. Va 5-si konverter, bu webinar. Aynan bizga kelgan trafikni, aynan shu konverter, ya'ni webinar bizga mijozni, potensial mijozni sotuvga aylantirib beradi. Shuning uchun agar siz biznes boshlagan bo'lsangiz, farqi yo'q. Kiyim biznesimi, mebelmi, ishlab chiqarishmi, yoki bo'lmasa marketing agentligimi, o'quv markazimi, onlayn maktabmi, farqi yo'q. Qaysi biznesingizdan boshlashingizdan qat'iy nazar, mana shu 5ta bir qoidasiga amal qilishingiz kerak. Izohlarda yozib qoldim, qaysi bir haqida sizga ko'proq ma'lumot kerak. Ya'ni siz qaysi muammoni yechish yoki bo'lmasa maqsadli auditoriyani tanlash yoki bo'lmasa produkt tayyorlash yoki bo'lmasa trafik manbalari haqida yoki konverter haqida qaysi biri haqida ko'proq sizga bilim, ko'proq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring va keyingi videolarda men maksimum har bittasini ichida, ya'ni qaysi biri sizga ko'proq qiziq bo'lsa, shu bo'yicha alohida video tayyorlashga harakat qilaman. Va kanalga obuna bo'lishni va izohlarni yozishni unutmang, chunki keyingi videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rasiz.